Assalomu alaykum, hurmatli buxgalteriyaga qiziqqan, o'zi biznes sohasida va Sevara Muhammedovani kuzatuvchilari, biza odatdan tashqari bo'lgan formatda sizlar uchun qiziqarli darsliklar, videolar va podkastlar chiqarishni boshladik. Bugun bismillah deb birinchi podkastimizni boshladik va bizani mehmonimiz buxgalteriya sohasida katta tajribaga ega, mani shogirdim va bu sohada ancha yildan beri ishlayotgan Gulnoza, assalomu alaykum. Kelibsiz. Boshlagan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Atilla bu formatni boshladik. Juda ko'pchilik bu sohada baribir qiynaladi yoki bu sohaga kiraymi, qanaqa qiyinchiliklar bor, nimaga erishsam bo'ladi degan savollar juda ham ko'p. O'shaning uchun boshqalarga manfaatli bo'lish tariqasida sizni mehmon sifatida chaqirdik. Xush kelibsiz. Gulnozani tanishtiraman. Gulnoza 13 yillik tajribaga ega professional buxgalter. Mani shogirdim, ancha yil oldin kelganlar, o'zlari o'qigan bo'lganlar, ishlab yurgan buxgalter bo'lganlar va bizda malaka oshirganlar. Shundan keyin ham do'st bo'lib qolganmiz, ham hozir ham birgalashib ishlaymiz va ularda ham turli xil qiyinchiliklar bo'lgan. Hozirda o'sha TMZ deyiladi, ya'ni Toshkent metallurgiya zavodi o'sha diler sifatida katta kompaniyada ishlaydilar. Undan tashqari bir nechta korxonalari bor. Hozir o'zlarini tanishtirib, tajribalaridan gapirib beradilar. O'zingizni to'liq tanishtiring auditoriyamizga. Aytib o'tganingizdek, sizda ham malaka oshirish kursiga kelganman. U birinchisi bo'lmagan, lekin eng oxirgisi bo'lgan. Boshlaganimga 2012-yildan boshlab yordamchi buxgalterlikka ishga borgan bo'lsam, undan keyin boshlangan uchebniy sentrlarda qiziqish. Bir nechta uchebniy sentrlarni Toshkentdagi eng o'sha brend ko'zga ko'ringan uchebniy sentrlar, o'quv markazlari deymiz, shularga borib o'qiganman. Yetarli bo'lsa kerak deb, lekin hech ham amaliyotga qo'llolmaganman. Keyin yordamchi buxgalter bo'lib yuraverganimda, global buxgalterimiz aytganlarki, menga rosa yoqib qolding, sandekka yordamchi bo'lmaganman. Yonimda olib o'tiraversam menga zo'r, lekin sen shundoq qolib ketishingni xohlamayman, chiq o'qi deganlar. Mani senga o'rgatishga vaqtim yo'q, o'zlariga ham o'rgating desam, menda vaqt yo'q deb ko'ryapsan dedilar. Haqiqatan ish qaynagan joy bo'lgan, ishlab chiqarishdi. Keyin bor o'qigin deganlar. Men yordam beraman, keyin yana qiyinchiliklaring bo'lsa deganlar. Shun bilan uchebniy sentrlarning unisini tugatganman, bunisini tugatganman, lekin Biz nechinchisiz? 6-si bo'lgansiz va oxirgisi bo'lgansiz. Siz bilan ham individualniga 3 oyga gaplashgan bo'lganman boshida, lekin 1 oy menga yetarli bo'lgan. Bir oy o'zida bo'ldi shu oxirgisi menga kulmoqson nuqtasi deydimi? Chunki siz oldingizga kelganimda ham o'shanda ham global buxgalter edim, katta kompaniyada faoliyat yuritardim, lekin ko'rona bo'lgan ekan. Ko'p endi o'zimga baho bersam, ko'rona bo'lgan. Siz ko'p ta'kidlaysiz, operator buxgalter bo'lib qolmanglar deb. Adinasi zo'r bilganman, fakturali kirim chiqimlar qilishni bilganman, lekin buxgalteriya mohiyatini achilda topshirayotgan bo'lsam ham tushunmagan bo'lganman. Pulga balanslar qildirib, pulga finrezlar qildirib yurgan bo'lganman. Chem tadbirkor noqulay vaziyatga qo'ygandan ko'ra, o'zim yonimdan pul ketkazib bo'lsa ham balanslarimni to'g'irlatib yurganman. Keyin sizga kelganimdan keyin shu narsalarga nuqta qo'yilgan. Eng tepasidan, piramidani eng tepasidan boshlab pastni nazorat qilishni o'rgatgansiz menga. Ungacha har bitta qadam bosqichlarni qila olgan bo'lsam ham, lekin asosiy mohiyatni mag'zini chaqolmay yurgan bo'lgan ekanman. Endi qiyinchiliklar hozirgi yosh o'rganayotgan masalan shogirdlarimiz ham, hozir o'zimning ham o'quvchilarim ko'plar aytadi, Gulnosiba, qachon men ham sizdek o'rgan bo'larkanman, qachon men ham sizdek firmalarga buxgalter bo'larkanman desa aytaman, bo'ladi. Eng muhimi to'xtab qolmaslik. Hali boya aytganimdek, nimaga 6 ta uchebniy sentrdan keyin men bo'lmadi, o'xshamadi deb to'xtatib qo'ymaganman. Bo'ladi, odam qilgan ishni odam qiladi. Hech kim buxgalter bo'lib tug'ilmaydi, hech kim bir dizayner bo'lib tug'ilmaydi. Buxgalteriya sohasiga kirishdan oldin nima ish qilgansiz? Modeler dizaynerlikka o'qigan bo'lganman. O'zim o'zbekchasiga aytsak tikuvchi bo'lganman. O'zim atilmutlarim bo'lgan. U turmush qurgunimcha. Keyin sizda nima anaqa qilganki, bu masalan tikuvchilik umuman boshqa sohada, umuman o'tda nima desam ekan, texnikasi boshqa, bir-biriga yaqin sohamiz. Nima buxgalteriyaga o'tishingizga sabab bo'lgan yoki turtki bo'lgan? Eng qizig'i, eng qaynog'ini ayting. Pulni yaxshi ko'rishim bo'lgan. Chunki tikuvchilikni sevganman. Jonimdan chizishlarni, tikishlarni yaxshi ko'rganman, lekin unda endi qiz bola davrimda bu ishni turmush qurgunimcha shug'ullanganim uchun katta pul topish bizga endi qiziq bo'lmaydi yosh bola narsaga. Astoydil
nima sohamni yaxshi ko'rganman, kasbimni yaxshi ko'rib qilgan bo'lganman. Keyin turmush qurgandan keyin ishlamaganman. To 3 ta farzandimni bog'cha maktabga berib, zerikib qolmagunimcha. Keyin endi ishlay boshlashim kerak. Orada endi 5-6 yil pererif bo'lib qolgan. Tikuv mashinasiga o'tirmaganman, hech narsa ish qilmaganman. Endi yana qaytadan boshlay desam, brendlar egallangan, qarasam. Voy, dizaynerlar chiqib bo'lgan, tikuvchilar, pardachilar, brendlilar chiqib bo'lganda. Keyin endi men yana tikuvchilikni boshlayman desam, qachon yana yengilliklarni o'rgan bo'laman deb. Keyin o'rganganimda ham hali beri katta daromad qila olmayman buni orqasidan deb o'ylaganman. Lekin buxgalteriyani ham noldan boshlagansiz o'shanda. Buxgalteriya umuman bu kompyuter mishga ushlashni bilmaganman. Umuman hech narsani. Qo'rquv bo'lganmi? Bo'lgan. Bu tabiiy holat. Bilmagan kasbingizga kirsangiz, albatta hammada bo'ladi. Qo'rquv hamma sohada bo'ladi. Bitta buxgalteriyada emas. Boshlashim kerak. Lekin o'sha qiziqishim, men tashqaridan endi kuzatganman, o'sha endi 2012-yilda aytayotgan bo'lsam, qaysi soha bundan buyog'iga rivojlanishini ozgina kontrol qilganman. Bundan buyog'iga kim ko'p kerak bo'ladi jamiyatimizga? Oldin xususiy kompaniyalar juda ham ko'p bo'lmagan, lekin shu 2010-yildan keyin частный anaqa firmalarga rosa ko'p dostuplar ochilib, endi hamma rivojlanishi, firmalar ochilibdi, bu firma ochibdi, u firma ochibdi degan narsalarni endi ko'p eshitayotgan bo'lganmiz. Demak, endi talab buxgalteriyaga ko'payadi deganman. O'sha paytda ham nima deydi? Hozirgi analitik отчетimizni o'sha paytda qila olgan ekanman shekilli. Kontrol qobiliyat bo'lganda o'sha paytda qiziqish bo'lgan. Balkim. O'zim ham ko'pchilikga aytaman, buxgalteriya sohasiga yo pulni yaxshi ko'rib kirishadi, yo o'sha kirib turib keyin pulni yaxshi ko'rib qoladi deyman. Bu tabiiy holat-da. Lekin men buxgalteriyaga kirayotganimda katta oylik olish mumkinligini bilmaganman. Pulni yaxshi ko'rganim deganimda pul bilan hisob qiladi-ku, to'g'rimi? U ham bir tarafida, lekin nisbatan tikuvchiligiga nisbatan yaxshiroq daromad topa olaman deganman, lekin bugungi kunda topayotgan daromadim u paytda hayolimga kelmagan. Undan ancha 10 karra kamrog'ini ko'rgan, plan qilgan bo'lganman. Keyin shu bilan men kerakli bo'lishini xohlaganman. O'sha nima o'rgansam-u, kerak emas soha bo'lib qolish kerakli mutaxassis. O'z mana misol uchun hozir kim biznes boshlasa, birinchi o'rinda buxgalter kerak. Men ko'p aytaman, kim biznes boshlasa, unga yurist kerak emas, ajil kadr kerak emas. Birinchi o'rinda unga buxgalter kerak. Buxgalter firma ochadi, o'sha ishlarni yo'naltiradi. Xo'p, qarang, hozirgi daromadim endi bir necha barobar deysiz. Misol uchun, boshida boshlaganingizda necha pul oylik ishlagansiz? $100 boshlagan. $100. Bu 2012-yil uchun juda ham zo'r-da. Hozir samostoятельныйga o'tib ketdim. Alohida firma olganim $100 deb aytdim. Yordamchi buxgalter bo'lganimda 2012-yil 300 ming so'mga yordamchi buxgalter bo'lib kirganman. Zo'r. Keyin 6 oylarda, 4 oy, 5 oylarda 500 ming so'mga oshirishgan uni, yaxshi ishlading deb. Keyin 1 yilga yetmasdan 1 million. Keyin o'sha boy aytgandek, sen yaxshi yordamchi chiqding, menga kelmagan bunaqa yordamchi hali. Yana o'qib, masalan, hech bo'lmaganda buxgalteriya sohasida kollejni bitirib kelgan yordamchilar bo'lgan endi ularda. Qiziqib shu bo'ldi, soham shu deb kelganlar bo'lganda, aman to'p etib tikuvchi bo'lib, qadaniga kelib qolgan bo'lganman. Nima deb o'ylaysiz? Masalan, mana shu ustozingiz aytayotgani sandek yordamchim bo'lmagan doddilar, boshqalardan farqingiz o'sha paytda nima bo'lgan deb o'ylaysiz? O'zi hozir shu gap hamma yordamchilar, shogirdlarimga aytaman. Zo'r buxgalter bo'lish uchun nima kerak desa, bitta gapim bor. Zo'r учебный sentr, zo'r ustoz, hamma narsadan oldin eng birinchi farosat bo'lishi kerak. IQ, hozir shuni IQ deyishadi. Balans IQingiz qarshi bor o'zi. Eng birinchi o'chirtda farosati bor odam, chunki ustoz necha marta o'rgatmasin, o'quv markazlarini necha yuz marta uni takrorlab dars o'tib bermasin, uni farosati kuchli bo'lmagan odam ola olmaydi. Uni masalan a'lochi o'qigan, a'lochi o'qimaganiga ham bog'liq emas-da. Shunchaki qabul qilishi. Keyingisi, demak, men ko'pincha harakat deyman. Harakatga qo'shilasizmi? Qo'shilaman. Chunki o'zingiz yopishib harakat qilgansiz, o'tdi. To'ppa-to'g'ri. O'zingiz harakat qilmasangiz, o'zingiz qayta bitta narsani ustida o'xshamasa ham qaytadan ishlab ko'rishga. Bitta qaror qabul qildimmi, shuni albatta eng chiroyli natijaga olib chiqim keladi. Qarordan qaytmaslik. To'g'rimi? Boshladimmi? Shu buxgalteriyani boshladimmi?
bitta o'quv markazida tushunmadimmi, bo'ldi, menga emas ekan demaganman. Ikkinchisiga borganman. No, undan ham ozgina nimadir olganman. Uchinchisiga borganman. O'ttiga ustozdan boshqa narsani olganman. Masalan, hozir o'sha masalan oxirgi siz bo'lgansiz deganim yakunlash uchun kerak bo'lgansiz siz ham menga. Boshlashim uchun qaysidir o'quv markazi menga kerak bo'lgan. Hozir misol uchun yoshlar aytsa, butga bordim, o'qidim, uncha tushunmadim, butga bordim desa, unga ham go'da qo'shilmayman. Va o'qigan borgan joyida bitta narsa bo'lsa ham olib ketadi. O'sha zini qadamma-qadam tepaga chiqish uchun bitta pul to'lab o'qigan joyingdan baribir nimadir olasan. Odamzod o'ziga baribir investitsiya qilgan sari u mevasini bermay qolmas ekan. Zo'r. Men ham haligacha mana shuncha yil ish tajribamiz bo'lsa ham, haligacha men ham 1 yilda yaxshigina summa o'zimga investitsiya qilaman, bilasiz, o'zingiz Shaxsiy rivojlanishga, misol uchun, to'g'rimi? Men ko'pincha aytaman-da, masalan, ko'p shogirdlar kelishganda aytishadi, bordim, o'qidim, bo'lmadi. Qaranglar deyman, masalan, bizada shogirdlik bor-da, mana shu kursdan tashqari, kurs o'qiganingizdan keyin shogirdlik konsaltingga kirib ishlaysiz. Mayli deyman, manda o'qimagan bo'lsang ham, qayerdadir o'qigan bo'lsang, kelib shogirdlikda, konsaltingda o'rgansang bo'ladi deyman. boshqacharoq o'rganilar. Chunki amaliyotda meni yonimga kelayotgan insonlarni o'zim uchun tayinlayman. O'zimga ham kerak yaxshi insonlar deyman-da. Chunki talash shuncha firmalar oz takliflar ko'p, fiziki o'zimizni kuchimiz yetmagandan keyin muhtojmiz yaxshi buxgalterlarning yordamiga. Menda ham xuddi shunaqa, o'zimizdan o'quvchilar chiqarsam imkon qadar qo'yib yuborgim kelmaydi. Yaxshi pishgan payti deymiz-ku, yaxshi ish topib ketganligi kelsa aytaman, agar men taklif qilayotgan puldan yaxshiroq oylik senga taklif bo'layotgan bo'lsa, mayli ket. Lekin undan kamiga jo'natmayman seni deyman. Uch masjidda o'tir, yana hali mendan oladigan narsalaring bor. Shu paytgacha o'rgatganlarimni yaxshi menga ishlat deyman, menga yordam ber deyman-da. O'shancha ko'pchilik aytadi-da, o'rgansam, mana siz yoningizga kelsam, shogirdingiz bo'lsam-da, keyin ishda olib qolasizmi deb oldindan so'rashadi. O'ziga bog'ladi. Men aytaman, tayyor kadr, mana siz ham aytasiz-ku, tayyor kadr jo'natmayman deysiz-ku, tayyor kadr bo'lsang, nimaga men boshqalarga berib yuborishim kerak deyman. Keyin anglab yetishadi. Demak, o'ziga bog'liqligini his qilish kerak u odam. Ular ishlash kerak. Hech kim dunyodagi eng zo'r murabbiy bo'lsin, eng zo'r trener bo'lsin, nafaqat buxgalteriyada, hamma sohada ham. Misol, fitness klubga borsangiz ham, nima sohada siz misol o'z ustingizda ishlamoqchisizda, misol uchun kimdir o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, mushaklarini chiqarib plan qilyapti-da, 3 oyda men zo'r natijaga erishishim kerak desa, adasimi, aka-ukasimi, men senga $10,000 zo'r trener olib kelib beraman desin. Trener ishlab beradimi buni o'rniga? Yo'q, yigit o'zi ishlaydi uchun, o'zi uchun. Buxgalteriyada ham shunaqa. Sizga dunyodagi eng zo'r mutaxassisni ustoz qilib olib kelib bersin, baribir yetadi, u faqat yo'l ko'rsatadi. Buni amaliyotga olib chiqish, u bergan vazifalarni qo'llab ko'rish, xato kamchiliklaringizni ustidan ko'ra olish. U 24/7 ustozsiz bilan bo'lib o'tira olmaydi. U sizni chiziq chizib beradi. Mana shu yerdan shu adresga borsang, aniq mukammallikka yetasan deb ko'rsatib beradi siz bilan bizga. O'sha chiziqdan yurib berish qiyinchiliklariga chidab. Gulnoz, hozir mana aytasiz, kompaniyalarda ishladingiz, 12 yil davomida har xil kompaniyada ishlab ko'rgansiz va sizni hozirgi, agar sir bo'lmasa, nechta kompaniyaning buxgalteriyasini yuritasiz? Hozir ko'p emas, 3 ta asosiy kompaniyalarimiz. Mayda firmalar emas bular. Juda g'oshidigilarni hammasini shogirdlarimga tarqatib yuborganman. Boya hali birinchi boshlaganingizda necha pul deganingizda $100 deganim, kichkina firmalarim bo'lgan. $100'liklar, $50'liklari ham bo'lgan, orada qo'shimcha qilib. $500'liklari ham bo'lgan. Ularni keyin menga katta proyektli takliflar tushgandan keyin unda hali shogirdlarim yo'q edi. O'zim yonimga olib, ishonch bildira oladigan yordamchilar yo'q edi. Katta firmalarimga o'zimga shogirdlar tayyorlashni boshlaganman. Yordamchi qilib, noldan kelganlar bo'lgan. Ularni o'zimga olib qo'yganimdan keyin, hali aytganimizdek, o'sha kichkina firmalarni eplaydiganlarga ularni berib yuborganman-da. Faqat hozir 3 tasini, kattasini olib. Yaxshi ustoz ekansiz, firmalarni berib yuboradigan. Bera olaman. Katta summali firmalar chiqsa, kichkinalarni yordamchilarga beraman. Demak, hozir 3 ta katta gigant kompaniyalar, zo'r, maydalari yo'q. Maydalari yo'q hozirgi kunda, aynan yo'q. Lekin
qo'shimcha daromad bo'lib, o'zimizdan tanish bilishli mijoz firmalarimizdan streshniy chiqishadi buxgalterlari. Masalan, kvartalniy отчетlarimizni topshirib bering. Masalan, foyda solig'i O'sha hisobotlarini konsultant bo'lib ishlab beryapsiz. balans yopadigan paytda, yil oxirida, yil boshida rosa ishimiz qaynaydi. Iltimoslar, qo'shimcha iltimoslar bo'ladi. U asosiy daromadlarimizdan tashqari godib bo'ladi. Qizi kulch bilan kirishsa ko'rishadi, voy Gulnoz 30 ta bo'lib ketibdi, kulch deydi. Bo'pti, o'chirib tashlaylik, men kerak emaslarni deyman. Payti keladi. Bitta odamni 5 ta 6 ta firmasi bor, iltimos bilan keladi. Hammasini o'zingiz bir sidra kontrol qilib bering, anchadan beri nazorat qilinmagan yoki yopishim kerak, nima deysiz deb. Yoki yangi buxgalter olganda iltimos bilan chiqishadi, nimadan ishni boshlashni bilmayman. Mendan oldingi buxgalterdan keyin hech nima qog'ozlar yo'q, hujjatlar yo'q, adines yo'q. Nimagadir shunaqa afsuski, bunaqa kompaniyalar ham rosa ko'p. Odamlar pul berib tadbirkorlar ishlashadi buxgalteriyasini, buxgalteriga ishonib. Endi buxgalteriya nimaligini buxgalterdan boshqa hech kim tushunmaydi. To'ppa-to'g'ri. Ichini tashqaridan nazorat qilib, masalan, pul o'tkazib yubor, отчетlarni vaqtida topshirdingizmi deb ozgina kontrol qilishi mumkin, lekin buxgalteriyani o'zini ichida nima bo'layotgani buxgalterni o'zidan boshqa hech kim bilmagandan keyin uni ustidan nazorat qila olmaydi. Shuning uchun o'zi aslida yaxshi pul taklif qilib o'tkazib qo'yishadi. Lekin mana shu 2 yilcha oldin juda ham yomon holatlar ko'p edi, buxgalterlar, lekin oxirgi paytda malaka oshirishyapti. Ko'pchilik kelib tan olishadi. Misol uchun, men qilolmayapman, bilolmayapman, balansi, misol uchun, adresda yoki оборудкani yaxshi bilmayapman deb ko'p buxgalterlar hozir o'qishyapti. O'zi yaxshi. Bu yaxshi. O'zim ham shogirdlarim orasida ko'p-da, lekin zo'r. Hop, qarang, endi yana bitta savolim, masalan, hozir mana ko'pchilik mayda firmalarga yopishadi yoki yirik firmalarga. Siz qaysi bir tarafdorisiz? Katta kompaniyada bitta kompaniya qilib turib, kamida misol uchun 3000 yoki 2000 pul olgan yaxshimi yoki 10 ta firma qilib $200, $300 dan ishlagan yaxshimi? Unisiga ham buxgalter kerak, bunisiga ham buxgalter kerak. Mayda firmalarni ham kimdir buxgalteriyasini qilishi kerak. Boshlayotgan, yangi ish boshlaganlarga toki amaliyotda qo'llab ko'rdim olgan bilimlarimni, bir balans yili, bir yoz ko'raylik, bir qish ko'raylik deymiz. Ko'p narsada ishlatamiz o'zbeklar bu gapni. Biz bir balans ko'raylik deymiz. Balans yopgunicha bo'lib o'tadigan har oyma-oydagi Operatsiyalar. jarayonlarni his qilishi uchun Kichkina marhamat kichkina firmalardan boshlashsin, 3 ta 4 tasini, chunki ularning ishi baribir bir xil bo'ladi. Faoliyat qaysi turga bo'linmasin, hammasiniki baribir отчети bir xil, hisoboti bir xil. Faqat u o'zida ozgina adaptatsiyani o'tkazib oladi, qo'rquvni. Hammaylar xato ham qilib qo'ysin, shtrafi ham kichkinaroq bo'ladi-da. Hammaylar noto'g'ri qilib qo'ysin, to'g'rilash oson bo'ladi. Javobgarlik joyi kichkina bo'ladi. Endi xatosiz hech kim bo'lmaydi, to'g'ri. Biz ham xato qilganmiz, lekin Xudoga shukr hech bir jarimali joyiga olib kelib qo'ymaganmiz. Xatolar to'g'rilab qo'ysa bo'ladigan xatolar qilganmiz. Katta kompaniyasi bo'lsa-chi? Katta kompaniyasiga ana o'sha kichkinalardan pishib o'tganlar, ustozidan bo'ldi, sen yetilding, Guvoh bo'la olasan endi. bo'la olasan. Meni yonimda o'zingni ko'rsata olding. Endi o'tur deganda yoki odam o'zi ham his qiladi. Katta kompaniyalarni olishga tayyorligini o'zi ham ruhan his qiladi, chunki ko'zini yumib bu yoqni qilyapti, qarasa, faqat katta deganida sifralar kattalashgan. Ishlashuv shu. Faqat sifralardan. Sizda hozir eng katta o'sha kompaniyalaringiz qaysi kompaniyalar? Eng asosiysi menda hozirgi Toshkent metallurgiya zavodini rasmiy diler sifatida faoliyat ko'rsatayotgan MChJ Eurofer korxonasi. Bunda glавный buxgalterman, yordamchi qizlarimiz ham bor. Buni ham kengaytirganmiz buxgalteriyasini. Oldin boshida bitta o'zim bo'lganman, yangi ochilganda, lekin ochilishimiz bilan katta tashkilotga aylanib ketib qolganmiz. Keyin o'sha paytda o'zim nechta yordamchingiz bor hozir? Hozir 3 ta yordamchisi bor. Siz zo'r tomoningizda bitta anaqa qilaman, yaxshi ko'raman deb siz uyda o'tirib ishlaysiz-da. Uyda o'tirib ishlayman. Uyda o'tirib ko'ndira olgan shunaqa katta tashkilotda bormaydi, u yerda ofisi, buxgalteriya, uyda o'tirib, uyga sharoit qilgan, uyda nima qiladi, ishlaydi. Bu zo'r narsa-da. Bilmayman, har doim uydaman, bolalarim ko'zim oldida. Chunki buxgalteriya hozir baribir onlayn, juda ko'pchilik ofisimda ishlasin deydi-da. Ofisda ishlaydigan buxgalterlar juda qimmat
bo'ladi baribir. Onlayn ishlab berganlar sal bo'lsa ham baribir arzonroq To'g'ri. bo'ladi. Sir bo'lmasa daromadingiz общий eng qiziq joyiga keldik-da. Buxgalterlar yoki buxgalteriyaga kirayotganlar o'zi qiziqadigan joyi shu-da. Boya o'zingiz ham aytdingiz-ku, pul uchun pulga qiziqib kirganman. To'g'ri. Umumiy olganda o'sha 3 ta korxonangiz yoki o'sha bir oylik daromadingiz qancha? Yoki aytgingiz kelmaydimi? Endi o'zi topayotgan pulingni unaqa oshkora Aytmagin deyishgan. xatoyu. Klientlarim ko'payib ketadi. Xatoku, lekin yangi boshlayotganligi qiziqligi uchun buxgalteriyada qanchalik qiyinchilikni boshdan o'tkazishligiga arziydimi yo'qmiligini aytish uchun $4000 plyus tepa. Agar mani o'quvchi shogirdlarim endi yil 12 oy o'quvchim bo'lmaydi menda, keladi 3 oy o'rganadi, 6 oy o'rganadi, ketishadi. O'quvchilarim bor oy, ular ham pul. Zo'r. O'quvchilarim ham qo'shimcha passiv daromad menga. Qaranglar mana, demak, eng minimum o'sha $4000, undan tashqari shogirdlar bor, undan tashqari boya aytdilar kompaniyalarda boshqa kompaniyalarni ham audit qilib, yordam berib, o'sha balanslarga qilishga, demak, buxgalteriya sohasida qiyinchiligi, ya'ni o'sha qo'rquv, mas'uliyatni olish bilan bir qatorda bu yerda yaxshi pul topsa bo'ladi. Ko'pchilik aytadi-da, masalan, menda ham bilishadi, baribir daromadimiz yaxshi bizada. Hop, ko'p tadbirkorlar shuncha harakat qilib, mol sotib, masalan, tovar sotib, xizmat ko'rsatib, shunaqa foyda qila olmayapti-da. Ya'ni buxgalteriya sohasida daromad qilayotgan, hozir mana aytilayotgan summalarni почти 100% bizada foyda hisoblanadi. Chunki bizda unaqa katta xarajatlar yo'q. Mana topayotgan pulimizni, misol uchun, mana siz ham buxgalteriya orqali topayotgan pulingiz unaqa katta xarajati yo'q-da. Misol ofis olmaysiz, to'g'ri, kommunalka, boshqa narsalar bo'lishi mumkin, lekin unaqa katta xarajat bo'lmaydi. Ya'ni usluga shunaqa yaxshi narsa bo'lyaptiki, borgan sari biznesda yoki o'zi xizmat ko'rsatish sohasida pulsiz ham boshlash mumkin. Ya'ni marketing deb bitta narsa bor-da, puling yo'qmi, xizmat ko'rsatish sohasida biznes qil. Puling bormi, demak, tovarlar sohasida biznes qil. Buxgalteriya sohasida mana shogirdlar olar ekansiz, o'sha shug'ullanasiz, boshqa qilasiz. Ulardagi mana tashqaridan ko'rganingizda ularni nima xatoliklar qilyapti yoki nima kamchiliklar bo'lyapti deb o'ylaysiz shularda? O'zi bitta xatosi faqat dangasalikda. Faqat dangasalik. Men o'zimga ham qizlar mana kelishadi. Bo'shroq xarakter ham bor-ku endi, bir xil bo'ladi. Shu strigini bitta aytganingda shundoq iladigan gubka deymiz. Bo'ldi, bitta aytganing yetadi, keyin safargisini o'zi qilib ketadi-da. Bir xillar bor, endi xarakter jihatdan shunaqa 5-10 marta, 20 marta qaytarishing kerak. Boshida asabiylashardim. Men senga hozir ko'rsatdim, yarim soat oldin shuni oson emas-da, ustozlik. Ozgina asabiylashmay, yo'q, hozir tushunib qoldim. Endi har xil o'quvchilarni ko'raverganimdan keyin men ham endi bu ham tabiatdan shunaqa yaralgan. Unga 20 marta aytsang tushunadi. De anaqa qilmayman. Zerikmayman bitta gapni qaytarishdan. Mayli, shu menga o'rganaman deb keldimi deb. Lekin men ularga nima deydi, kuch berib turaman. Men sizlarga ishonaman. Men sizlarga ishonaman, qo'lingizdan keladi. Keyin eng o'zim qilish kerak bo'lgan, главный buxgalter qiladigan joylarda ham mayli xato qilib qo'ysam, adinesta to'g'rilasa bo'ladi deyman-da. Ko'r. Oson. Sen shuni qilib ko'rgin deyman-da. Imkon qadar o'zimni joyimga o'tkazib qo'yib, hisobot topshiradigan paytlarda ham endi esa отчёti bormi, foyda qilishini xohlaysiz. Shuni real ketayotgan jarayonda boshdan o'tkazishini xohlayman. Faqat kompyuterlarni nima deydi, maketini berib qo'yib, bitta probaga kirgizib ko'r, qanaqa bo'larkan emas. Amaliyotda jarayonni his qilishadi va o'zini aytaman, mana men direktorman, keldim. Har doim shunaqa nima deydi, kichkina xolaksimcha ham o'ynab turaman-da. His qilsin shuni deyman. Faraz qil, men senga hozir $1000 berayotgan buxgalterman, bugungi seni vazifalaring shundan iborat. Mana haqiqatda o'zimga kuni bilan direktorim, sotuvchilarimizdan, yordamchi buxgalterlardan men shu narsalarni bering deb menga kun davomida vazifalar berishadi.
o'zim 5 minutda qilib tashlayman. O'shan o'tirsam 5 minutda qilib tashlayman. Mayli 3 soatga cho'zilsin. Agar juda ayoqda shoshilinch ham sabr. juda skladimizda yo direktorimga hozir 10 minutda javob berishimga zarur narsa emasligini bilsam, o'quvchilarimga aytaman. Keyin qil, menga mana shu vazifa. Faraz qilmasan direktoringman, shu narsani hozir sendan talab qilaman. Qanaqa qilib vaziyatdan chiqasan? Qaysi birini birinchi berasan? Mana 6 ta vazifa bugun senga. Shuni obedgacha ham topshirishing kerak. Soat 10 ertalab 1gacha jab bo'lmasa shuni topshirib berishing kerak. Qaysi biridan birinchi boshlaysan deyman. O'sha yerda ham IQ'sini ishlatishga harakat qiladi. Aytaman, sklad buni so'rayapti. Yordamchi buxgalter mana buni so'rayapti. Sani hisobotingga qarab, u mana narsalarni, materiallarni tayyorlashi kerak. Xo'jayinga. Direktor buni so'rayapti. Hozir qara, shu 6 ta senga bugungi vazifadan qaysi biri eng muhimga o'xshayapti. Zo'r. Qaysi biri kutib tura oladi, kechgacha ham qaysi biri kutib tura olmaydi. Kimdir hozir shu hujjatingizni olib qayerdir borib kelishi kerak, masalan. Kim bilandir ko'rishish kerak, yo bankka borish kerak, yo налоgiga borish kerak. Juda muhim bo'ladigan bo'lsa, demak birinchi o'shandan ishni boshlashini so'rayman. U ham tartib bilan birinchi olgan bilan 1-2 deb yozilgandan boshlash xohlaydi, bir chekkadan. Yo'q deyman. San qil, eng oxirida olgan zadaniya ham agar hozir u 1 soat ichida kerak hujjat bo'ladigan bo'lsa, shundan ishni boshla. Mana ustozlikni mani yonimga kelganingizda sizdan yaxshi ustoz chiqadi deb ko'p ta'kidlaganman. O'zi ustozlik tarafini siz ochgansiz. Qobiliyatda siz ochgansiz. O'sha ko'p gapiraverardim. Davay o'rganing. Keyin ko'pchilik aytadi, sizni bilimlaringizni boshqalarga o'rgatsam maylimi deyshadi. Men har doim maylin deganman, chunki men butun O'zbekistonni o'qita olmayman. Lekin o'rganib faqat to'g'ri o'rgatinglar deganman. Sizni ko'p o'zim o'sha учебный sentrlarimizda ham ko'p taklif qilganman, darslarga keling deganman. O'shanda dars berishni boshlaganingizni, mana auditoriyaga kirganingizni nimani his qilgansiz? Voy. To'yim kuni ham unaqa hayajonlanmaganman. Birinchi marta dars o'tgani chiqqan. Bo'lmasam begona auditoriya bo'lmagan, deyarli 2 oy davomida tanish chehralar bo'lgan o'shalar. Lekin o'tirib olib sizga savol berishim boshqacha bo'lgan ekan. Keyin bir narsa mavzu ochsangiz to'ldirib ketish oson bo'lgan. Bu yerda partada o'tiribdi o'quvchi sifatida yoki kamchiligi bo'lsa to'g'rilab yuborish oson bo'lgan. Lekin u o'rtaga chiqib, doskaga chiqib gapirish juda hayajonlanib dars tamomlaganimdan keyin voy oyoqlarim qaltirab ketdi deganman. Esingizda bo'lsa, o'zi o'sha kuni siz majburlab chiqargansiz. Unga ham rahmat aytishim kerak. O'zi aslida men sizga kelganimda o'z nimalarni bilasiz? Pashti hamma narsani, lekin shularni qila olmayman desam, siz bir boshidan tushuntirib kelganingizda o'zimni hech narsa bilmaydigandek his qilganman-da birinchi. Va hali ancha o'rganmagan narsam bor ekan. Keyin borib yana yozganlarimni qarasam, yo'q, vроде bilaman. Faqat qaytmaganman, buni qo'llamaganman, takrorlamaganman. Eshitib o'tib ketganman, yozib o'tib ketganman qachondir. Anglamaganman, ko'r-ko'rona, refleks holatda. Chunki bizda nima bor? Hamma narsani saytlar qilib beradi. Platformalarimiz bor, bazalarimiz bor, 1S bor, boshqa bor, billing bor. Hamma narsani informatsiyalarni kirgizsangiz, o'zi hamma narsaga ответственный лицо bo'lib turadi. Ko'proq shunga suyanib qolgan bo'lganman. Asosan 1S bazaga ishonib qolib ishlaydigan bo'lganman. Ko'p aytaman ishonch. Operator bo'lmanglar. Shunaqa. Mohiyat o'rganish kerak. Bankka ko'zimni yumib kirgizib tashlaganim bilan prihod rasxodlarni, realizatsiyalarni joyida kirgizganim bilan ko'p joylarida qaramay o'tib ketadigan narsalarim ko'p bo'lgan. Keyin siz o'shani nima deydi, yana bitta ko'zimni boshqatdan ochib, endi tushundim. O'zi mana shunaqa bo'lishi kerak edi, bilardim-ku degan joyda. Keyin o'sha 1 oyda ikkalamiz bir-birimizni yaxshilab o'rganganimizda siz aytgansiz. Siz o'zi rosa ko'p bilasiz. Faqat bu yerda amaliyotga tatbiq qilmaganingiz uchun bu xuddi sizga bilmaydigan mavzudek mahrum bo'lib qolib ketavergan. Siz buni eng zo'ri o'zingiz ham chuqur anglab olishingizga birovga o'rgatishni boshlang degansiz. Bankga chiqib o'rtada shu mavzuni ochib yoritishni gapirsangiz, hammasi ochilib ketadi. Siz men qo'rqaman. Voy, hozir chiqib nima deyman? Voy, o'zim bilmay qolsam-chi, to'xtab qolsam-chi, 2,5 soatlik darsni qanaqa qilib davom ettiraman deb rosa qattiq hayajonlanganman. Lekin Xudoga shukr, o'sha kuni 2,5 soat
tinmay gapirib, mavzu juda chiroyli, to'liq. Keyin keyingi safargisiga hattoki kelmay qolsam, gruppada Gulnoz opam qanilar, Gulnoz opam dars o'tsinlar deb o'quvchilaringiz so'rashgan. Xursand bo'lganmisiz? Xursand bo'lganman. Gulnoz opam dars o'tgan kunlar rosa yaxshi tushunuvdik. Anaqa o'rnimga kimdir chiqib turgan bo'lsa, keyin o'zlari kelsinlar, o'zlari dars o'tib bersalar boshqacha edi deyishganda xursand bo'lib ketganman. Voy yaxshi, kimgadir nimanidir tushuntira olganimdan o'zimni ham shunaqa baxtli his qilganman. Qarang, masalan, buxgalteriya sohasida ko'pchilik o'ylaydi, globux eng yuqori narsa deb o'ylaydi-da. Yuqori patolog emas. Undan ham yuqorisi bor. Masalan, mana dars berish, konsultant bo'lish, auditor o'sha bo'lib tekshirib berish. Bilasizlarmi, eng zo'r narsa boshqalarga ham bilan ulashish. Yordam bera oladigan, boshqa insonlarga ham kerakli bo'lgan. Masalan uchun ustoz rahmat, maza qildik, boshqa qildik deganda, voy semirib ketaman. Nima men shanba oddiq dam olmasdan maza qilib ishlayman. Nimagaki shanba oddiq mana shu o'rganaman, ilm olaman, rivojlanaman degan insonlar keladi. Men ularga shu narsani o'rgataman, ular anglaydi-yu, maza qiladi-yu, voy baraka top, rahmat desa bo'ldi. Men shu yerda sevilib ketaman, maza qilib ketaman-da, bekor semirib ketmayapman. Yarashib turibdi. Shu keyin o'sha o'zingizga ham aytganman, maylimi, mana shu qo'llanmalaringiz bilan o'zim o'quvchilarimga, o'sha paytda ham shogirdlarim bo'lgan, ularni ham o'zimga o'xshab operativniy buxgalter qilib qo'ygan bo'lganman-da, o'sha pokoleniya. Keyin ularga ham yana boshqatdan o'rgatganman. Keyin sizdan o'sha so'raganman, o'sha provodkalarni ayniqsa o'sha mohiyatini yopish, qanaqa adresni ishlatishdan maqsad nima, nimaga отчёtlarni aynan bu yerdan olamiz, yo'q bo'lmasa korreksirovka qiladigan joylarimiz nima joyda bo'lishi kerak. O'shalarni keyin sizdan ruxsat so'raganman. Voy, bemalol men xursand bo'laman degansiz. O'zimni o'quvchilarimga sizni uslubingizda dars o'tishni boshlaganimdan keyingilari ko'proq muvaffaqiyatli. Zo'r. Boshida sizga kelgunimcha ham o'quvchi chiqargan bo'lsam, chunki o'zimni bilganimcha boshqa bir mahkam tutgan ustozim bo'lmaganda, ustozlarim ko'p bo'lgan. Hammaligiga rahmat aytaman. Nima deydi? Bitta nuqtachali narsa o'rgangan odamim ham ustozim deb boshimga qo'yaman. Har doim hurmat qilaman ularni, hammaligini yo'qlab turaman. Lekin doimiy ma'ni noldan to bo'ldi pishting deydigangacha bitta ustoz bo'lmagan yonimda. Ko'pincha hammadan har xil maslahatlarni olib, o'zim ustimda ishlab ko'rardim, internetni tutardim. Insonni o'ziga bog'liq hamma narsa. O'zingiz nima deydi, железный, прочный bo'lib berishingiz kerak-da. Chunki ustoz bergan vazifa har doim yuk bo'lgan. Hamma sohada ham, bitta buxgalteriyada emas. Qachon sizga ustoz vazifa beradiki, to maktab paytimizda eslasak ham, uy vazifasi har doim ish deb, o'shaning uy ishi deyilgan uy ham. Ish. O'sha programma sizga yoqqan. Ya'ni men o'zi bu programmani qanaqa qilib turganman, buni endi ko'pchilik bilmaydi. Men ham sizdagi ishlab yurgan buxgalter bo'lganman-da. Milliy universitetda dars berish taklifi chiqib, ustozim majburlaganlar uchun dars berganman. O'sha dars berganimda kecha aytdim, yaxshiyam o'sha studentlar buxgalteriyani bilmas edi deb xursand bo'laman-da. Yaxshiyam bilmas edi. Men ularga gapirib o'rganganman-da. Qanaqa ular bilan o'rgatish, keyin qidirishni boshlaganman. Prям men ham operator buxgalter bo'lganman-da. Dars berish uchun nazariyani ko'targanman. Shunaqa tushunmas edim. Nima deyapti bu? Buni qil 3-4 martadan keyin sekin tushunib, o'sha programmani men 3 yil davomida tuzganman. Mana shu 3 yil davomida bu programmani birinchi balansda, mana siz ham aytgansiz-ku, nima balansdan boshlayapsan? Birinchi darsimda yonimga kelganlarda tugatganimdan keyin nima balansdan? Balans qiyin-ku. Nimaga bu nollaga ham yoki o'zi o'qiyotganlarga nima balansdan boshlaysiz? Men shunaqa programma tuzganman. Boshida qiyin bo'lishi mumkin, lekin mohiyatdan o'rganish uchun qilganman. Bitta siz emas, masalan, boshqa odamlar ham so'rashadi. O'rgangandan keyin masalan ko'p menda malaka oshirishadi, globuxli, konsaltingi borlar. Misol uchun men Jamila opam ham ko'p so'raganlar, men yordamchilarimga o'rgatsam mayli, bemalol o'rgatinglar. Demak, men xursand bo'lgan tomonim programmani to'g'ri tuzolganman. Mukammal tuzilgan bo'lgan ekan. Keyin buni tushunib yetganmiz. Aslida shundan boshlash kerak bo'lgan ekan. Chunki o'sha A nuqtadan B nuqtagacha lokatsiyani aniq urib bersang, o'zi qayerga ketayotganini bilsa, yo'ldagi qiyinchiliklar, tupiklar, labirintlar odam yo'ldan chalg'itmas ekan. Chunki lokatsiya aniq. Birinchi darsdan balans o'tib berishingiz xuddi shu narsaga qiyoslasa bo'ladi. Aniq qayerga borishi aniq.
va yo'ldagi hali provodkali aktiv passivlarimiz bizani aldolmaydi, chunki qayerqa borishimiz bilan Man ko'pincha aytamanda, misol uchun mana shu konsalting yoki o'quv markazim ham biznes uchun ochilmaganda, hammasi Alloh shunaqa ketma-ketlikda berib qo'ygan. Jamoam yig'ilib qolishi, boshqa mana o'quv markazlarimizda ham buxgalteriyani noldan o'rganish uchun 2 oy qilganman. 2 oy hamma hayron bo'ladi. Nimaga endi 2 oy boshlab olish uchun 2 oy yetarli. Misol uchun mana siz birinchi kelganingizda, bizani uchebniy sentrga kelganingizda nima his qilgansiz? Misol uchun bu mana bir xil deb o'ylashadi, shubha bilan qarashadi-da. Bular o'zini tarafiga bular kurs sotmoqchi deb o'ylashadi. Endi agar shunaqa o'ylashsa ham, aslida o'quv markazlarining ochilishidan maqsadi inson o'zida bor resursini sotib daromad qilishi bitta turiga ham kiradi. Bu biznesi bitta turi ham aslida. Bilganingni realizatsiya qil. Bu bilgan narsani reklama qilish, markazingni ochilganini hammaga aytish. Hech kimga reklama qilmasangiz, hech kimga aytmasangiz, sizni bu yerda borligingizni kim biladi aslida? Misol. Bu tabiiy holat, hozirgi zamonaviy holat bu. Kelganingizni tabiiy qabul qilganmisiz? Ha, men misol uchun o'zim ham reklamadan ko'rib kelganman. Qayerda ko'rgansiz bani birinchi? Instagram. O'zi birinchi bo'lib yozishganimizdan keyin 2 yildan keyin kelgan ekan. 2021-yil ochganingizda keyin kuzatib keyin kelgansiz. Ha, biz ochildik, Finway akademiyasi shunaqa o'sha byuroning lokatsiya. O'shanda yozgan ekanman-da, keyin voy, men rosa kutib yurganman o'zi shunaqa ayollar jamoasi bilan yana sodda uslub bilan siz o'shanda YouTube'da kichkina balansli video roliklar ham joylagan bo'lgansiz. Ularni ko'rib kirganman-da, sizga o'shanda yozgan ekanman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Voy, shunaqa markaz ochilganidan, shunaqa sodda tilda tushuntiriladigan, mana shunaqa qo'llanmalar bilan tushuntiriladigan o'quv markazi ochilganidan juda ham xursandman deb yozgan ekanman. Endi yozishimdan maqsad, endi balkim javob qilsangiz boraman demoqchi bo'lganmanmi, o'sha yerda gapim tugagan ekan. Keyin qachon borsam bo'ladi, qachon o'zingiz bo'lasiz deganim 23-yil ekan keyin. O'shanda kelganman, 23-yilning boshida qarasam tepada yozib qo'yganim bor ekan. O'shanda ham 2 yil kuzatgan bo'lganman-da. Endi kim nima deb. Keyin kelganimda darsga endi buxgalteriyani tushunib ancha ozgina bo'lsa ham deymizmi, tushunib kelganim uchun menga tabiiy holat ko'ringan. Misol uchun chiroyli bo'rttirishlar bilan tushuntirish deymizmi yoki reklamalarni ham to'g'ri qabul qilganman. Chunki o'shanga ishqiboz bo'lib kelganman. Agar o'sha reklamangiz bo'lmaganda, siz o'zingiz YouTube'da borligingizni, Instagramda borligingizni ko'rsatmasangiz, shunaqa mutaxassis borligini, misol uchun Sevara Muhammedovadek yaxshi mutaxassislar ham juda ham ko'p. Tanlash imkoniyati ham bor ularda. Faqat adashish kerak emas. Chunki o'zini nima deydi, go'da aytishadi, yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas deydi-ku, lekin afsuski yaxshi emas mahsulotda ham reklamasi bor-da. To'g'ri. Lekin yaxshi mahsulot ham o'zini reklama qilmasa unga mijoz qatta. Endi bu degani bozorimizda har xil o'quv markazlari bor, har xil ustoz ham o'zini reklama qiladi. Ularda tanlash imkoniyati o'zida. Kuzatuvchi biladi. Kuzatuvchi o'zi biladi. Men adashmadim, boshqalar ham endi o'zi adashmaydi. Demak, o'zi mana misol uchun siz turli xil o'quv markazida o'z o'qidingiz, ishlab yurib ham qiyinchiliklarga duch keldingiz. Demak, o'sha o'qimoqchi bo'lgan, malakasini oshirmoqchi bo'lganligi yoki buxgalteriya sohasida yaxshi daromad qilmoqchi bo'lganligi bizani tavsiya qila olasiz. Albatta, Finway akademiyasi men uchun hozirgi kunda eng sodda tilda, eng qisqa tilda, eng mukammal tilda buxgalteriyani boshlang'ich ta'limini olish uchun yetarli bo'lgan o'quv markazi. Bu degani ishonib qolish kerak emaski, men 3 oy o'qisam professional glavniy buxgalter bo'lib qolaman deb o'ylash kerak emas odam. Kimdir tabiatan shunga moyilligi bo'lsa, ozgina shogirdlik kursida pishib ketadi. Qabul qila oladi. Chunki siz, nafaqat siz, hamma o'quv markazida ham hech kim hech narsani bekitmay o'zi o'rgatadi. Lekin nimaga 20 ta o'quvchi bor bitta gruppadan, ikkitasi rahmat aytib, voy, zo'r ishga kirdim. Men bitga ishga kirdim deydi, bir oydan keyin. Qolgani voy, hali ish topolmadim, balki hali omad kelmagan. Shaxsan men o'sha 2012-yil o'quv markazlarida o'qib yurganimda mani shu 10 yillik
taqdirimda nechta kompaniya mani qo'limdan o'tib ketishini man ham bilmaganman. Bilmagansiz. Menga qayerdan firma keladi, Lekin ishonib harakat boshlab yurgansiz. harakatni to'xtatmaganman. Firma bo'lsa bo'lmasa o'qib o'zim ustimda ishlayverganman yoki qachondir firma chiqib qolsa to'xtab turinglar, men hozir o'qib keling, sizlarga yaxshi qimmat buxgalter bo'lib, professional buxgalter To'ppa-to'g'ri. bo'lib Tayyor kelaman, bo'lishingiz deng, kerak. Firma chiqadi. Masalan, men ko'pchilik aytaman, men importni bilmayman deydi. Qurilishni bilmayman deydi. O'rganganingdan keyin chuqur chiqadi. Sen ochilasan, o'sha narsa sening keladi. Qarang, Gulnoz, masalan, men oxirgi mana shu 5 yildan beri buxgalteriya sohasidagilar bilan ishlayotganim uchun, o'qitayotganim uchun shogirdlarni, ishlab yurgan buxgalterlarni ham malaka oshiryapmiz-da. Bunaqa dastur tayyorladik-da. Misol uchun, bu dasturimiz 5 oyga mo'ljallanganda, birinchi kirib kelayotgan odamga 0 dan balansgacha o'rgatamiz. 2 oy. Glabuh deb nomlaganmiz 5-oyligini ishlayotgan bo'limlardan tashqari endi sog'liq, o'sha soliq kodeksi, hisobotlari, главный buxgalterlikni bo'yniga oladi. Qurilish, glabuh, ya'ni главный buxgalter qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa, o'sha narsalarni o'rgatamiz. Ertadan kechgacha bo'ladi. Zo'r programma. U auditor va Jahongir akam buxgalterni taklif qilganman. Katta nimalar, siz ham qo'shilishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, mana 5 oy davomida u bizda boshidan oxirigacha o'qib, o'rganib, mabodo qaysidir kursda o'qigan bo'lsa, demak shogirdligiga qo'shilib ketadi. Yoki ishlayotgan buxgalter bo'lsa, glabuhga kelib o'qishi mumkin-da. Mana shu 5 oy davomida mutaxassis qilib yetkazib chiqarmoqchimiz, chunki bizdan juda ko'pchilik buxgalter so'raydi. O'zimni konsaltingda firma ko'payib ketayotgani uchun o'zimga ham yaxshi buxgalterlar olish uchun bu narsani tayyorladik. Bu qanchalar yaxshi va yomon tomonlar bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu menimcha rosa chuqur o'ylangan programma. Bu narsani to'g'risini aytsam, men ham o'zi o'ylab yurardim. Lekin 5 oy o'quvchini olib qolish hozir muammo bo'lib qolganda. Shoshadi ular. Shoshadi-da. Boshidan lafzingizni olib olishadi. Necha oyda meni o'rgatib chiqarib yuborasiz. Uni bilim saviyasini hali bilmasam. Hali bir marta 1Sga o'tkazib mishkani qanaqa o'shashini bilmasam, unga qattan va'da berasiz. Oyisi misol yosh qizchalar bo'ladigan bo'lsa, 18-19 yoshlikni qizlarni bermoqchi bo'lishadi. Masalan, institutga kira olmadi yoki kollejni bitirdi, oldingizga olib kelsam shogird qilib oling, o'zingizdek o'rgating deyishadi-da. Shu telefonni o'zidan necha oyda o'rgatib bo'lasiz? Necha oyda sizdekka ish topadi? Ish topib berasizmi? Yo'q, men ish topib bermayman. Sizdan nimangiz yo'q, palkangiz yo'q, bitta zo'r buxgalter qo'ya oladigan. Ish topib bermayman, men o'rgataman. Shu zo'r ish chiqib qolgan paytda men tayyorman deb chiqishiga tayyorlatib tavsiya qilaman. Mendan so'rab qolsa tavsiya qilaman. Unaqalar rosa ko'p bo'lgan. Haligacha nechta qizlarimiz, o'quvchilarimiz rahmat aytishadi, yordam ham olib turishadi. Masalan, yaxshi daromadli oilalarda ishlashayotgan bo'lsa ham haligacha ham baribir telefon qilib, mana men o'shalarni mukammal buxgalter deb kimnidir qo'liga berganman, qaysidir tadbirkorga zo'r bo'ladi. Men javob, o'zim orqasida turaman, qo'rqmang deb xavotir ham olishadi-da. Bu necha oylik, necha yillik buxgalter deysiz. Yo'q, men o'rgatganman. 1 yil davomida menda shogird bo'lib yurdi. Bemalol siz ishingizni qiladi deyman-da. Anularga keyin agar bitta podvotit qilsang ko'rasan, lekin qiynalsang eshigim ochiq. Telefonim shu. Sir bo'lmasa shogirdlaringiz eng yaxshilari necha pul daromad qilishadi? Eng yomonlar qancha masalan? Eng yaxshisini aytmay, yaxshigina topadi. Почти man tengi topadiganlar ham bor. Eng kami 4 million topadi. Zo'r, yaxshi. Bitta firmada yordamchi buxgalter. Boshlang'ich nima etapti? 2 million, 4 million topishadi. Zo'r. Uyda o'tiradi, zaten bormaydi, yo'lkada sarflamaydi. Mana kelishadi-da, aytishadi, kelganda aytadi, meni ishga olib qolasizmi, ish topa olmaymanmi, nech pul topa olmayman deydi-da. Aytaman, oldin bismillah deb harakat qilib, o'qib, o'rgansang, bu sohada doim nom bor. Men oddiy aytaman-da, men bitta o'zim ishlayotganimda futbolda ishlayman, 20 ta 30 ta firmam bor. Hozir men chiqatdi buxgalteriyam, konsalting, reklama qilmasam ham 150 tadan oshiq firmamiz bor-da. O'shadan ham bilsa bo'ladi, 2-3 barobar oshishi mumkin bu yillar davomida. Bu soha shunaqa, yana shuncha buxgalter kerak degani. To'ppa-to'g'ri. Bu soha shunaqa sohada, pul topasiz, o'rganasiz, o'qiysiz. Demak, men ham siz ham mana shu texnikani ishlatar ekansiz, men ham ishlatmayman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, garantiya bermayman. Garantiya, men ertangi kunimga ham garantiya o'zimizga bermaganmiz-ku. O'rganayotganimizda agar bu narsani oldindan taqdim
qadrini inson bilsa ekan, balki boshqa kasbni egallardik. Hozir chetdan qarab tursak, qancha buxgalteriyadan ham omadli kasblar bor. Agar ularni ham 5 yil 6 yil oldin bilmaganmiz shunaqa pul topa olishini-da. Agar u prognozni ideal qilishni bilganimiz edi, buxgalteriyani emas, boshqa kasb tanlagan bo'lardim men ham aslida. Men o'zimga ko'p savolni aytaman-da, mana shu buxgalteriya sohasidan birinchi o'rinda moddiyat, ya'ni moddiy holatim yaxshi bo'ldi. Shu yerdan kelayotgan pullarim boshqa bizneslarga tikdim. Ya'ni investor sifatida shu sohada ishlab juda ko'p bizneslarni o'rgandim. Shu sohada ishlaganimdan keyin dars berishni boshladim. Mani ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqalar tanishni boshladi. Mani eng sanaydiganlarim ko'p-da bu sohada. Mana shu sohada ko'p. Xayrli bo'lib kelgan. Buxgalteriya xayrli bo'lib kelgan. Lekin eng zo'ri mani bu ustozligimda. Men zo'r faxrlanadigan joyi. Men aytaveraman, men zo'r buxgalter masterman, lekin men zo'r ustozman. Men yaxshi ustoz, men yoqadi. Meni ustoz deb chaqirishgan yoqadi. Men mazza qilaman-da. Men buxgalteriya orqasidan yaxshi ustoz yoki ustoz bo'lish nimaga erishdim? Siz nimaga erishdingiz deb o'ylaysiz? Menda ham xuddi shunaqa. Bu kasbda endi asosan solishtirsam agar direktorim rahmat, bir oy meni shuncha vaziyatlarimni yumshatib, bir oylik ishimni hal qilganingiz uchun shundoq oylik bergandan ko'ra, o'quvchilar endi ozgina-ku narxi, rahmat ustoz, shuncha narsa oldim deb bergan kichkinagina puli menga shirinroq aytganingizda. Demak, rohati o'sha ustozlik qiladi. Birovlarga o'rgatganingiz, boshqalarga yordam berganingiz, o'sha insonlar siz orqali daromadga kirgani sizni xursand qiladi. Shunaqa. Kimgadir yordam bera olsam, ayniqsa vaziyati bo'ladi, eng oxirgi puliga kelib o'rganadiganlar bo'ladi-da. Sharoitim og'ir, masalan, men aytgan o'zi o'quvchilarni unaqa qimmat pulga o'rgatmaymiz. Siz ham men ham o'zi arzon. Shunda ham vaziyatda to'g'ri kelmaydiganlar bo'ladi. Masalan, narxini tushirib bera olasizmi? Ha, bo'ldi deyman. Lekin o'rgatadiganlarim ham bor. Eng xursand bo'ladiganim kimdir mendan olgan bilimini evazidan uyiga 4 ta non ko'tarib kira olsa, eng rohati, eng mazasi shu yerda. Shu paytgacha endi markazda 100 lab chiqarasizlar. Menda hali 100 lab bo'lmasa ham 10 lab shogirdlarim bor. Lekin buni orqasidan pul topmay bekorga o'rganimman deb zoyi ketganlari yo'q. Bor, bo'ldi, bu sohadan umuman butkul voz kechib boshqa sohada ketganlarimgina buxgalteriyadan non topmayapti. Lekin kimki o'rgangan, ish topolmay qoldim degani yo'q. Zo'r. Qarang, mana misol uchun biz siz bilan tanishganimizdan keyin siz bilan birga o'sha o'rtoq do'st bo'ldik. Keyin turli xil loyihalarga sizni taklif qildim. Har xil menga proyektlar chiqdi. Men sizni o'sha proyektlarda bo'lishingizni xohladim, boshqa qildim-da. Buni boshqalarga ham qila olaman-da. Ya'ni qaysi ma'noda aytmoqchiman? O'sha inson sen bilanman, nima qilsang ham sen bilan birga yura olayman deb menim bilan birga yonimdagi bo'lgan inson. Men har doim aytaman, men bitta o'zim hamma narsani eplay olmayman. Jamoa bo'lsa, ko'pchilik bo'lsa, ya'ni harakat qilsang, xuddi mendagi natija, masalan, men 15 yilda shu natijaga chiqqan bo'lsam, sen 3 yilda chiqishing mumkin. Ustoz shunga ham kerak-da, o'zi qiyinchiliklarni buni qilma deb o'sha cho'kadigan joylarda qo'lidan ushlab turib, bu yo'l xato, to'g'ri primoy boradigan adresni bilaman. Siz zo'r tomoningiz mana nima bo'lgan? Sizni zo'r tomoningiz nimadir bo'lsa qali qilib ko'rmagan bo'lsangiz ham yuring Gulnoz, mana bunaqa proyekt chiqdi desam, mayli deb qo'rqmasdan risk qila olaman. Ana o'shanaqa bo'lish kerak. Bu sohada yaxshi natijaga erishish uchun ustoz o'sha chetdan ko'rganni biladi-da, ustoz sizni o'shani xo'p deya olish kerak. Shu ustozga men ham o'sha ustozlarim dars berasan deganda, men qanaqasiga dars berishim mumkin? Boy sizga aytgan birinchi dars menda ham bo'lgan. Dars berganimda-da. Qo'rquv, hayajon. Endi mana shu buxgalteriya sohasiga misol uchun kirmoqchi bo'lgan yoki kirgan, ishlayotgan yoki qiyinchiliklar, glabuxlarga qanaqa tavsiyalar qila olasiz? Yana ham yengillikni o'rganishdan to'xtash kerak emas. Masalan, qaysidir etapgacha o'rgan bo'ldim. Hozir главный buxgalter bo'lganlarga ham tavsiyam. Men ham o'zim mana necha yildan beri shu hozirgi kompaniyamizda eng krupniysi deyotganimda ham, misol 2020-yildan beri, 5 yildan beri shu yerda bo'lsam ham, lekin men ham hali o'rganadigan narsalarim payti keladi.
buxgalteriya har doim yengillikni yaxshi ko'radi, chunki soliq kodekslari doimiy yangilanib turadi, programmalarimiz, saytlarimiz yangilanadi. Bitta o'rganganingiz bilan yo'q unaqasi 100% buxgalteriyani bildim, tamom, tugatdim bugun deydigan diplom olgan kun yo'qda, hayotda diplomini. Universitetda tugatganingiz bilan qaysidir etapda bakalavr, magistratura, aspirantura, doktorantura qachondir tugatarsiz. To'g'rimi? Buxgalteriyada yo'q bu narsa. Chunki siz bu yilgi sistemada professional o'rgan bo'lgan bo'lsangiz, 3 yilga yetadi uzog'i. 3 yildan keyin yana обновление, yangi soliq kodekslari chiqadi, qonun o'zgaradi. Demak, malaka oshirish doimiy kerak. Bitta o'quv markazi yo bitta ustoz sizni professional buxgalter hech qachon qilib qo'ya olmaydi. Har doim yangi ustozlar olishni ham yaxshi ko'rish kerak. Men o'zim shaxsan shunaqaman. Bitta ustozdan yaxshi narsa oldimmi, keyin yana kimdandir nimadir olgim keladi. Boshqa ustozdan yana nimadir yengil olgim keladi. Bunisi yo'q narsa unisida bo'ladi-da. Yoki tajribali har xil bo'lgani uchun, kimdir doim ishlab chiqarishda bo'lgan, kimdir optiviy торговляda bo'lgan, kimdir услугада. Siz o'z qaysi sohada o'qigansiz? Yo'q, mana o'zingizni diplomingiz masalan buxgalteriyadan. Yo'q, o'zi buxgalteriya emas, masalan, boshliqlik tikuvchilik, modelyar, dizaynerlik. Mana o'rtoqlar ko'pchilik mana meditsina sohasidan kelganlar ham bor. Demak, jamoamda umuman buxgalteriyani kollejini yoki institutini o'qimaganlar ham bor. Ya'ni men o'zim ham Milliy universitetda iqtisodida o'qiganman-da, buxgalteriyada o'qimaganman. Men aytmoqchi bo'lganim, kollejda menejmentda o'qiganmiz, unaqa universitetda iqtisodda o'qiganmiz, lekin aynan buxgalteriyani o'zida emas-da. Ko'pchilik keladida aytadiki, misol uchun men medikman, misol uchun mana siz tikuvchi, boshqa buxgalteriya sohasida diplom muhim narsa emas-da. Tajriba muhim narsa. Eng asosiy tajriba. Meni ishga olganlar hech qachon diplomimni so'ramagan, lekin yana ham katta takliflar chiqqan, men o'zim xohlagan boshqa bir qiziqish bildirgan, voy mani ishga olarmikan degan joyimda, ularni talablari degan joy edi. Shu MSFO sertifikatiga ega, xalqaro toifa sertifikatiga ega, DBFRga eng kamida, F5 ga bo'lsa ham, yoki oliy ma'lumotli deyilgan joyida menga baribir kerak bo'lishi kerak ekan. Hozirgi holatimdan qoniqmay yana yangilanib o'sishni xohlagan joyimda qiziqish bildirganman. Hozirgi kunda tugallanmagan oliy ma'lumotli xalqaro toifadagi buxgalterman. Universitetda 3-kurs talabasi. Haligacha o'qishdi. Mana endi o'zimizni hozir milliy standartlarimizda ish olib boramiz-ku. Endi xalqaro toifadagi buxgalter lavozimini egallash xohlaganimiz uchun endi hozir shu yo'nalishda o'qiyapman. O'zi bizga o'quvchi pozitsiyasi yoqadi-da, doimiy ravishda o'qib, o'rganib, rivojlanish kerak bo'ladi. Rahmat sizga kattakon bugungi suhbat uchun. Buxgalteriya sohasiga kirayotgan yoki ishlayotganligi juda ham zo'r suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Yana ham nima mavzular sizlarga qiziq bo'lsa, savollaringizni yozib ketsanglar, keyingi sonlarimizda yangi mehmonlarga o'sha savollarni beramiz. Eslatib o'taman, buxgalteriya sohasiga kirmoqchi bo'lgan, bu sohada rivojlanmoqchi bo'lgan insonlar uchun malaka oshirish kurslarimiz bor. Xohlasangiz siz 0 dan boshlamoqchi bo'lsangiz, Finway akademiyamizda 0 dan o'rgatamiz. Shogird, ya'ni kursni bitirgan bo'lsangiz, shogird qilib yonimizga olib tayyorlaymiz yoki ishlab yurgan buxgalter bo'lsangiz, professional bo'lmoqchi bo'lsangiz, Globux malaka oshirish kurslarimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda link qoldiramiz. Ro'yxatdan o'tib yoki nomerlarni olib qolib bizga murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi kunlarda, yaxshi narsalar bilan yana ham sizni lavozimingiz, daromadlaringiz, shogirdlaringiz ko'p bo'lib, yana qayta suhbatlar qilish nasib qilsin. Rahmat taklif uchun. Sizlarni ham yangi boshlayotgan proyektlaringizda, yangi ishlaringizda omad tilayman. Rahmat. Bundan ham keng masshtabdagi ishlarni olib borishingizda chetdan qarab va birovni o'zing atrofingdagilar omadga yetishsa odam ko'zi quvnaydi. Hammaga omad tilaymiz. Yangiliklar qilishdan charchamanglar. Kollektivingiz zo'r, ahil, hammasi molodetslarni yig'gansiz. O'zi shu yerga kirganlar, qolganlar o'zi ahil inoq bo'lib ketishiga baribir nima deydi? Eng tepadagi odamni xarakteridan ham bo'ladi-da, chunki shuncha odam bir-biri bilan chiqishib, har xil
xarakterli odamli ahil bo'lib, shuncha firmani ishini joyida qilib qo'yish juda katta mas'uliyat, bularni kontrol qilish ham. Yana kollektivingiz kengayversin, Rahmat. xodimlaringiz ko'payversin, malakali mutaxassislar chiqarishdan charchamanglar. Zo'r. Mana bitta taklif bor. Hozir esimga tushib qoldi. Bizni filiallarimizning sonini kengaytiryapmiz, ko'paytiryapmiz. O'sha paytda bizni filialga boshliq topa olmasak, siz taklif qilsa ishlaysizmi? Ishlayman. Bitta filialga o'sha boshqa qilib, ya'ni men xohlayman, bizani kompaniyada ta'lim berayotgan insonlar yodlab olgan, prosta buxgalteriyani o'rganib olgan insonlar emas, tajribali, bir nechta kompaniyalarda yillar davomida ishlagan insonlarni buxgalter qilib kiritaman. Yaqinda bitta inson keldilar-da, kursni bitirganlar, o'zlari o'qituvchi ekanlar-da, juda chiroyli dars o'tadilar, lekin buxgalter bo'lib ishlamaganlar. Endi aytadilar, oling mani. Yo'q, men ishlamagan odamni ishga ola olmayman. Buxgalter bo'lib ishlagan odamlar dars o'tadi menda. Hattoki adminlarim, sotuv menejerlarim, har bir insonni firmasi bor-da. Bizning kompaniyada hammani nimasi bor. Demak, xudo xolasa filial ochsak, sizni taklif qilamiz bitta filialimizga. Qo'llab-quvvatlab turamiz qo'ldan kelgancha. Rahmat. Omad. Rahmat hammaga. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.